Biz Xudo uchun qadam qo'ymasak, ahvol juda og'irlashib ketadi. Chunki aytayotganimizdek, oilalarning ajrashuvi faqat erkak va ayolning ajrashuvi emas, erkak va ayolning yuz ko'rmas bo'lishi emas, erkak va ayol, kelin va kuyovning orasida gina adovatni paydo bo'lishi emas, butun qarindoshlar, ota-onalar umum ma'noda jamiyatni mana shu holatda zararlanib borishligi, mehr va muhabbatning yo'qolishligiga sabab bo'lyapti bugun. Alloh taolo har birimizni isloh qiladigan qavmdan bo'lmoqligimizni Alloh nasib qilsin. Chunki birovning orasini isloh qilish naqadar fazilat ekanligini, naqadar baxt ekanligini, naqadar ulkan amal ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi va sallam biz sizga tushuntirdilar. Payg'ambarimiz hadisda, solihlarimiz o'zlarining naqllarida man aroda